Assalomu alaykum. Ko'pchilik insonlar hozirgi kunda hayotdan charchaganini, hech narsa qiziqtirmayotganini, ichida qandaydir bo'shliq borligini his qilishyapti. Xo'sh, nima uchun shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Buning sababi inson kundan kunga tabiiy hayot zavqlarini emas, sun'iy dopamin manbalarini ko'proq iste'mol qilyapti. Misol uchun, ashula eshitish, reelslarni tomosha qilish, Instagramda vaqt o'tkazish, bularning barchasi dopaminni sun'iy ravishda ko'paytirish usuli hisoblanadi. Inson har safar boshqa real hayotdan qochib, ekran ortidagi lahzaviy zavqqa g'arq bo'lganida uning miyasida dopamin chiqadi. Bu baxt gormoni emas, bu signal gormoni. Qani yana shunday ber degan signal. Bir marta eshitadi, zavq oladi, ikkinchi marta kerak bo'ladi, yana eshitadi, uchinchi martada odatga aylanadi. To'rtinchi martada esa miya endi tabiiy ravishda zavq olishni unutadi. Xo'sh, nima yuz beradi? Inson hayotdan zerikadi, hech narsa qiziqarli bo'lib tuyulmaydi, har bir kun bir xil mazmunsiz bo'lib qoladi. Qiyin ishlarga bel bog'lash qiyinlashadi. Diqqatni jamlash pasayadi va mana shunday zavqlar ortidan yugurish ko'payadi. Bilasizmi, muammo dopaminda emas, uni sun'iy va ortiqcha ishlatishda. Tabiiy ravishda chiqadigan dopamin insonni kuchli, harakatchan, baxtli qiladi. Masalan, muammoni hal qilganda insonda dopamin tabiiy ravishda ishlab chiqariladi. Yangi narsani o'rganganda, duo qilib qalbida sukunat topganda, yaqinlari bilan gaplashganda, yurish yoki sport bilan shug'ullanganda miya tabiiy dopaminni ishlab chiqaradi. Biroq miya sun'iy dopaminga ko'nika boshlasa, u chiniqishni emas, chalg'ishni istaydi. U ma'no emas, shovqinni izlaydi. U osoyishtalikni emas, ovunchoq, hayajon istaydi va bu holatda inson hayotdan charchab, bir vaqtning o'zida biror narsa qilgisi kelmasdan, lekin tinmasdan ekran izlaydigan bo'lib qoladi. Xo'sh, yechim nimada? Ashula, reels, ijtimoiy tarmoq bular hayotimizning mazmuni emas. Ular faqat dam olish vositasi. Agar miya faqat shular orqali zavq olishni o'rgansa, real hayotdagi zavqni taniyotgan bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zan dopamin detoks kerak. Ijtimoiy tarmoqlarsiz tinch, chuqur nafas oladigan hayot. Va shunday holatda ko'proq inson nima qilish kerak? Ko'proq sport bilan shug'ullanib, tabiiy hayotdagi mashqlarni ko'paytirish kerak. Har qanday bir ishni yengib bo'lganingizdan keyin, demak, sizda dopamin ko'proq tabiiy ravishda ishlab chiqariladi va sizda xursandchilik, zavq, kuch-quvvat ortib boradi. Xo'sh, siz zerikyapsizmi? Demak, sizga balkim reels emas, ruhiy sukunat kerakdir. Charchayapsizmi? Sizga dam olish emas, uning aksiga biror bir ishni qo'yillatib, ba'zi bir ishlarni demak oxirigacha yetkazib qo'yish kerak bo'lishi mumkin va ruhin bo'shliqdasizmi? Balki miyangiz ovoz emas, tinchlik izlayotgan bo'lishi mumkin. Qachonki siz sun'iy dopaminni kamaytirsangiz, tabiiy hayot zavqlari yana yuzaga chiqadi va natijada tabiiy ravishda qanchalik ko'p dopamin sizda ishlab chiqarilsa, sizda kuch-quvvat yana ko'payadi, kayfiyatingiz ko'tariladi va siz har qanday tushkunlik holatidan, depressiya holatidan chiqishingiz mumkin bo'ladi.